Mamlakatimizda aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Birgina qishloq xo'jaligi sohasida yangicha yondashuv va sohaga ilg'or texnologiyalarning jalb etilishi qishloq xo'jaligida yuqori hosildorlikka erishishda muhim omil bo'lmoqda. Bu borada O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toyloq tumani bo'limi tomonidan bog'dorchilik va poliz ekinlarini kasalliklardan himoya qilish, ekin turlarini ko'paytirish va hosildorlikni oshirishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Tumanning umumiy yer maydoni 9563,6 gektarni tashkil etib, 5110,2 gektar maydonda dehqonchilik qilinadi. Shundan 881 gektari bog', 2618 gektari tokzorlar bo'lib, ayni paytda g'alladan bo'shagan 3526 gektar maydonda takroriy ekin ekilgan. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tuman bo'limi inspektorlari tomonidan ekin maydonlarida nazorat tadbirlari kuchaytirilib, ekinlarning holati doimiy kuzatuv ostiga olingan. Aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha dehqon, fermer va tomorqa yer egalariga tegishli tavsiyalar berilmoqda. Zarur hollarda zararkunandalarga qarshi kurash tadbirlarini o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalar berilmoqda. Fermer xo'jaligim 21 gektar maydondan iborat. Shundan 11 gektari bog'dorchilik, uzumchilik, qolgani ochiq yer. 10 gektar g'alla maydonlardan bo'shagan yerimizga 8 gektar kartoshka, mana 2 gektar ko'rib turganlaringizdan gulkaram nihollarini ekdik. Hozircha ekinlarimiz hammasi yaxshi. Mana tumanimizda o'simliklar karantinni himoya qilish agentligi tomonidan har hafta 10 kunda kelib shu biologik kurashlar to'g'risida to'g'ri ma'lumotlar berib ketyapti. Hosillarimiz, o'simliklarimiz hammasi yaxshi. Kartoshkamizdan gektaridan 30 tonna hosil kutyapmiz hozirgi kunda. Chet davlatdan, Gollandiyadan kelingan Evalish va Arizona yangi urug'larini ekkanmiz, urug'ni ko'paytirish maqsadida. Gulkaramimizda mana 2 gektar bo'lsa, shu gektaridan 30-40 tonnadan hosil chetga eksport kutib turibmiz. Shu hosilimiz yaxshi hozircha. Mahsulotimiz hozirgi kunda ichki bozorlarga va tashqi bozorlarga eksport bo'lyapti. Toyloq tumanida yetishtirilayotgan 1700 gektar kechki kartoshka, 1300 gektar sabzavot mahsulotlarini har doim borib shu dala nazoratidan o'tkazib, fermer, dehqon xo'jaliklariga o'zimizni o'sha sohalarga tegishli bo'lgan tavsiyalarimizni berib kelyapmiz. Asosiy maqsadimiz tumanni toza, sifatli, eksportbop mahsulotlarini yetishtirib, aholini serdaromad qilish ishlariga o'z hissamizni qo'shish. Bugungi kunda mana hozir bog'larimizdan uzum mahsulotlari eksportga jo'natilmoqda, gulkaram mahsulotlari eksportga jo'natilmoqda. Kartoshka ham bu yil juda sifatli qilib tumanda a'lo darajada yetishtirildi. Nazorat va kuzatuv ishlarining asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatini yaxshilash, hosildorlikni oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir.